o'sha katta zirpakitni otgan, ko'tarib turgan videodagi men edim. Bu narsalar bilan voqea bo'lib ketishini bilmagan edim o'zim. Qilgan ishimdan pushaymonman, uzr so'rayman. Juda paket yasadim. O'zbekiston tumani Oxunqaynar qishlog'iga soat tungi 11:40lar atrofida bordim. Borib O'zbekiston tumani Oxunqaynar qishlog'ining stadionida o'sha xalq oldida qo'lbola yasalgan pirotexnika vositasini otdim. Bu qilgan ishimdan men pushaymonman. Maketga o'xshagan maketni yasab, korobkadan ustiga rangli skochni yopishtirib olib chiqqanmiz. Ichiga o'sha kichkina yarim qarshi keladigan pirotexnikani solib otilgan. Qilgan ishimdan afsusdaman, oilaliman. Bunaqa holat boshqa umuman qaytarilmaydi, so'z beraman. Shu yangi yilda endi oilam darvozasida bas qamoqda o'tkazadigan bo'ldim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Meni qilgan ishim ota-onamni, oila a'zolarimni yuzini yerga qaratadigan ish bo'ldi. Va'da beraman bu ishlar boshqa qaytib takrorlamaslikka. Ming bor uzr, meni kechiringlar. Men bu qilgan ishimdan pushaymonman, otganimdan pushaymonman. Farzandlaringga yaxshi qaranglar. Bolalaringga hushyor bo'linglar.